Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar va hurmatli talabalar, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan texnologik moslamalarni loyihalash va ishlab chiqarish fanidan video dars tayyorlaymiz. Bu video darsimiz sizlarga manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Bugungi mavzu avtomatlashtirilgan ishlab chiqarishning yig'ish jihozlari. Ushbu mavzumizda 3 ta reja bor. Yig'ish jihozlarining avtomatlashtirish darajalari va ularning turlari, rotorli yig'ish liniyalarining tuzilishi va ishlash tamoyili, moslanuvchan yig'ish tizimlarining tarkibi va quyi tizimlari. Ushbu 3 ta reja bo'yicha sizlar bilan bugun gaplashamiz. Birinchi rejani ko'radigan bo'lsak, yig'ish jihozlarining avtomatlashtirish darajalari va ularning turlari. Yig'ish texnologik jarayoni mashinasozlik texnologiyasida detallarni tayyorlashning eng so'nggi bosqichi bo'lib, buni avtomatlashtirish eng dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Sababi biz yig'ish jarayonida tayyor holdagi sifatli detallar yordamida yig'ma birikmalar va uzellarni tayyorlaymiz. Bu esa xatolik sodir bo'ladigan bo'lsa, nafaqat uzel yoki yig'ma birikmaning xatoligi, balki tayyor detalning yaroqsiz holatga kelib qolishiga zamin yaratadi. Shuning uchun yig'ish jarayonini avtomatlashtirish orqali yig'ishdagi qo'lda sodir bo'ladigan ayrim xatoliklar yo'qotiladi va yig'ish texnologik jarayonida aniq o'lchamlar va aniq qiymatlar bo'yicha yig'ish bu yig'ish jarayonini vaqtini ham tezlashtiradi, ham unumdorligini oshiradi. Yig'ish texnologik jarayonining yig'ish operatsiyalarini qo'llanilishi ko'rib asosan 2 ta bosqichga bo'lamiz. Ya'ni yarim yig'ish avtomatik jihozlari va to'liq avtomatlashtirilgan yig'ish jarayonlari. Bu yig'ish jarayonlarining asosiy maqsadi detallarni uzatish, ularni harakatlantirish, yo'naltirish, biriktirish va ba'zi hollarda mahkamlash. Ya'ni mahkamlash deganda ma'lum bir joyda mahkam ushlab turish vazifasini bajaradi. Avtomatik tarzda bajarilgan yig'ish jihozlari yig'ish avtomatlari deb nomlanadi. Bu yig'ish avtomatlari aytib o'tganimizdek, o'z navbatida yarim yig'ish avtomatlari va to'liq yig'ish avtomatlari deb nomlanadi. Yarim yig'ish avtomatlari bu yig'ish jarayonining ma'lum bir qismigina avtomatlashtirilgan va qolgan qismi esa qo'lda bajariladigan ishlar majmuiga aytiladi. Ya'ni bunda asosan yig'ishdagi qiyinchilik tug'diradigan, aniqlik talab qiladigan va inson omili ishtirok esa xatoliklar sodir bo'lib qolish ehtimoli bor qismlari to'liq avtomatlashtiriladi va inson omili ishtirok etsa yig'ish jarayoniga uncha katta ta'sir etmaydigan bo'g'inlar esa qo'lda bajariladi. Yig'ishni to'liq avtomatlashtirishda esa yig'ish jarayonining boshidan oxirigacha barcha qismi to'liq avtomatlashtirilgan bo'ladi. To'liq avtomatlashtirishda esa asosiy avtomatlashtirish ishtirokchilari sifatida robotlashtirilgan kompleksdan foydalanadi. Ya'ni robotlashtirilgan kompleksda robot manipulyatorlar, robot tashiguvchilar va zamonaviy mexatronika, robototexnika qurilmalaridan foydalanib amalga oshiriladi. Bu ikkala bosqichda ham, ya'ni yarim yig'ish avtomatlarida ham, to'liq yig'ish avtomatlarida ham yig'ish usuliga ko'ra asosan 2 turga bo'linadi. Ya'ni bu yig'ish usuli bu bir pozitsiyali va ko'p pozitsiyali yig'ish usuli deb nomlanadi. Biz bir pozitsiyali yig'ish usulini ko'radigan bo'lsak, bu bir pozitsiyali yig'ish yarim avtomatlarida nima bo'ladi? Kam sonli detallarni o'z ichiga olgan oddiy uzellarni yig'ish uchun ishlatiladi. Ya'ni bunda uncha mexanizmda tarkibiy qismida ko'p detal bo'lmagan yig'ish jarayonini tashkil etishda ishlatiladi. Asosiy detal va avtomat yo'naltirish qiyin bo'lgan ayrim detallar qo'lda o'rnatiladi. Qolgan detallar bunkerlar orqali avtomatik tarzda ketma-ketlikda uzatiladi va yig'iladi. Tayyor uzel avtomatik itargich yordamida yoki qo'lda olinadi. Ya'ni bunda detallarimizni harakatlantirish uchun bizga rolikli, lentali, ilmoqli va boshqa turdagi konveyerlar xizmat qiladi. Bu detalning shakliga, og'irligiga va o'lchamiga qarab har xil konveyerlar tanlab
olamiz. Bir pozitsiyali yig'ish avtomatlari, ya'ni bunda bir pozitsiyali to'liq avtomatlashtirilgan liniyalarimizda qanday ishlar amalga oshiriladi. Ya'ni detallar bunker orqali avtomatik tarzda yig'ish pozitsiyasiga beriladi. Ya'ni zagotovkamiz, ya'ni detallarimiz tayyor hollarda bunkerlarga solib, yig'ish avtomatik liniyasining dastlabki boshlang'ich nuqtasiga qo'yiladi va bu boshlang'ich nuqtasidan robot manipulyator yordamida detallar konveyerlar orqali keyingi bosqichlarga, har bir bosqichga uzatib olinadi. Bunday avtomatlar avtomatik yig'ish liniyalariga integratsiya qilinadi. Ya'ni bunda yig'ish jarayonining yig'ish sxemasi asosida detallar keyingi bosqichlarga avtomatik uzatiladi. Yarim yig'ish avtomatlarida bir pozitsiyali yig'ish jarayonlari esa ayrim qismlari qo'lda bajariladi. Ko'p pozitsiyali yig'ish yarim avtomatlari, ya'ni ko'p pozitsiyali yig'ish murakkabroq uzunlarni yig'ish uchun ishlatiladi. Bunda ko'p sonli o'tish va operatsiyalar bajariladi. Bunda ko'p pozitsiyalida yig'ilayotgan detalimiz yoki yig'ilayotgan yig'ma birikmamiz faqat bitta tarkibiy qismdan iborat bo'lmasdan, balki bir nechta turli xil yig'ish operatsiyalarini o'z ichiga oladi. Va bu ko'rinadiki, detalni bir holatdan ikkinchi holatga o'zgartirish, ya'ni yig'ma birikmamizni bir pozitsiyadan ikkinchi pozitsiyaga ko'chirishga kerak bo'ladi. Shunday holatda biz ko'p pozitsiyalidan foydalanib, bunda yarim avtomatlar aylanuvchi stolga ega bo'lib, unda yig'ilayotgan detallarni mahkamlovchi moslamalar o'rnatiladi. Stol ma'lum oraliqda bo'linuvchi mexanizmlar yordamida pozitsiyalar soniga qarab kerakli burchakka buradi. Ya'ni zagotovka yig'ilayotgan yig'ma birikmamizni buriluvchi stollardan, aylanuvchi stollardan yoki harakatlanuvchi stollar yordamida yig'ish jarayonini avtomatik liniyasiga uzatiladi. Bunda zagotovkani bitta yuzasi emas, bir nechta yuzasiga yig'ma birliklarni biriktirish imkonini yaratadi. Yig'ish liniyalari, ya'ni yig'ish liniyalari bu ko'p pozitsiyali yig'ish avtomatlari hisoblanadi. Bunda ko'p pozitsiyali yig'ish